1986-yil 26-aprel tungi soat 1:30 Ukraina SSR Chernobil atom elektr stansiyasi. Insoniyat tarixidagi eng dahshatli yadroviy halokat yuz berdi. Portlash kuchi shu qadar yuqori ediki, havoga otilgan radioaktiv moddalar Xirosimaga tashlangan atom bombasidan 400 barobar ko'p edi. Agar o'sha kunlarda radiatsiya o'chog'i vaqtida yopilmaganda, bugun butun Yevropa hayot uchun yaroqsiz o'lik zonaga aylanardi. Ammo Sovet hukumati bu dahshat ko'lamini dastlab butun dunyodan, hatto o'z xalqidan ham yashirishga urindi. Dunyoni muqarrar halokatdan saqlab qolish uchun yuz minglab insonlar likvidator sifatida to'g'ridan-to'g'ri o'lim o'chog'iga tashlandi. Ularning safida O'zbekistondan borgan minglab yashirin qahramonlar, harbiy kimyogarlar, muhandislar va shifokorlar bor edi. Bugun biz ko'rsatuvimizda hech qayerda aytilmagan arxiv hujjatlarini ochamiz. O'zbekistonliklar Chernobilda qanday maxfiy operatsiyalarni bajarishgan va insoniyatni qaysi dahshatdan qutqarib qolishgan. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu haqiqat sizni larzaga soladi. Portlash sodir bo'ldi. Ammo odamlar hech narsani sezishmadi. Chunki radiatsiya hidsiz, rangsiz va ko'rinmas qotildir. Kreml esa xalqaro miqyosda sharmanda bo'lmaslik uchun fojiani sir tutdi. Hatto qo'shni Pripyat shahri aholisi ham evakuatsiya qilinguncha 2 kun davomida dahshatli nurlanish ostida yashadi. Vaziyat nazoratdan chiqib ketgach, maxfiy safarbarlik boshlandi. Butun ittifoq bo'ylab eng sara mutaxassislar shoshilinch ravishda Chernobilga olib ketildi. O'zbekiston harbiy okrugidan ham minglab yigitlar tun yarmida uylaridan olib chiqildi. Ularga qayerga va nima uchun ketayotganlari aytilmadi. Ularning yagona vazifasi bor edi. Nima qilib bo'lsa ham yadroviy olovni o'chirishlari kerak edi. Eng dahshatli vazifa portlayotgan reaktor og'zini yuqoridan turib yopish edi. Reaktor ichidagi harorat bir necha ming darajaga yetgan, u yerdan chiquvchi radiatsiya nurlari vertolyotlar bortidagi elektronikalarni ham kuydirib yuborardi. Mana shu do'zax ichiga O'zbekistondan borgan harbiy uchuvchilar va kimyoviy mudofaa qo'shinlari kiritildi. Ular vertolyotlarda reaktor tepasiga kelib, qo'lda qum, bor va qo'rg'oshin bo'laklarini olov ichiga tashlashgan. Pastda esa o'zbekistonlik mexaniklar va muhandislar dahshatli nurlanish ostida reaktor tagidan maxfiy tunnel qazishda, radioaktiv suvlarni so'rib olishda qatnashdilar. Har bir inson u yerda bor yo'g'i bir necha daqiqa ishlashga haqli edi, chunki ortiqcha turish muqarrar o'lim degani edi. Reaktor atrofini tozalash uchun dastlab Germaniya va Yaponiyadan keltirilgan eng zamonaviy robotlardan foydalanildi. Ammo yuqori radiatsiya tufayli robotlarning mikrosxemalari bir necha soatda kuyib, ishdan chiqdi. Texnika chiday olmagan joyga O'zbekiston askarlari chiqarildi. Tarixda bularni biorobotlar yoki biotashuvchilar deb atashdi. Ularga qo'lda yasalgan qo'rg'oshinli kiyimlar kiydirildi. Askarlar tomga chiqib, reaktor bo'laklarini qo'lda kuraklar bilan pastga otishlari kerak edi. Bitta askarning tomda qolish vaqti atiga 90 soniya edi. Bu 90 soniya insonning butun umrlik sog'lig'ini tortib olish uchun yetarli edi. O'zbekistonlik yigitlar mana shu 90 soniya ichida dunyoni qayta portlashdan saqlab qolishdi. Fojia oqibatlari tugatilgach, likvidatorlar vataniga qaytarildi. Ammo ularning kiyimlari, hujjatlari va hatto tanalari shu qadar kuchli nurlangan ediki, aeroportlarda dozimetrlar dahshatli ovoz chiqarib yuborardi. Ko'pchilik askarlarning harbiy biletlaridagi Chernobilda bo'lgan degan yozuvlar ustiga maxfiy muhrlar urildi va bu haqda gapirish taqiqlandi. O'zbekistonga qaytgan minglab qahramonlar bir necha yil ichida og'ir kasalliklarga chalindilar. Ularning ko'pchiligi yosh yigitlar edi, lekin radiatsiya ularning suyaklarini, qonini va ichki a'zolarini yeb bitirdi. SSR hukumati esa ularni uzoq vaqt davomida munosib taqdirlamadi. Fojia yashirildi.
Bugun Chernobil va Pripyat shaharlari insoniyat takabburligi va xatosining ulkan haykali bo'lib turibdi. Arvoh shahar. Ammo agar o'sha uzoq 1986-yilda o'z jonini fido qilgan, uylaridan majburan yoki ko'ngilli bo'lib ketgan o'zbekistonlik bahodirlar o'sha yadroviy qalqonni yaratmaganlarida, bugun biz yashayotgan dunyo butunlay boshqacha bo'lar edi. Ular hayotni saqlab qolish uchun hayotlarini berishdi va biz bu yaqin tariximizning eng qora va eng sharafli sahifasini unutishga haqqimiz yo'q. Aziz do'stlar, Chernobil fojiasi va undagi o'zbek qahramonlari haqida bilarmidingiz? Sizning yaqinlaringiz yoki tanishlaringiz orasida ham o'sha voqealarda qatnashganlar bormi? Kommentariyada albatta o'z fikringiz va hikoyalaringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Tarix sirlarini birgalikda ochishda davom etamiz. Ko'rishguncha.